Mana qizlar do'stlarlar bilan dala sayilsiga chiqqanda qilvasangiz dehshat chiroyli chiqadigan mau omikrimni olib keldim. Ammo lekin mau krimni o'rganadigan bo'lsanglar, dala sayilsam emasmish to'y to'kundimi bek asqatadi qizlar. Ems qizlar krimimizni boshlab ketaylik yoqtirgan qizlar yurak berib, men qo'shilish unutib qolmanglar. Tegim esil, qolaylik bo'lgan krimlarni chiqarib beraman. Yana o'xshashlar eng avval ko'zimizga metonlarimizni taqib olamiz. Meton taqashni uqmaydim, yoqtirmaydim degan qizlar meton taqmasanglarmi kirmanglar shunchalik chiroyli chiqadi. Anadagi o'zalarini ishlatayotgan shu va yoki mushunga o'xshash boshib pullarlar bo'lib qolsa, yuzimizga berib olgandan keyin mush yuz terisi kafin bo'lgan qizlar yuzimizga cho'qim tetishon berib olamiz. Eng yoqtirib ishlatadigan findiyalarimizni yuzimizga tekshib berib mush bulutda urib singdirib olamiz. Bulutda urib findiyalarimizni singdirib bo'lgandan keyin mushunga o'xshash yeti sayxonlar bo'lib qolsa, burnimizning uchiga, ikki anglimizga, anadagi mushu enkimizga, peshonimiz degandek yerlarga berib olamiz. Navada mushunga o'xshash yeti sayxon bo'lmay qolsa, mushu xil ranglikka yaqin chiqadigan ko'xonlarlar bo'lib qolsa, mushu yerlarga berib anadagi mushunga o'xshash cho'ng cho'tkalarda va yoki bulutda urib yetib olsanglar bo'ldi. Andan qulanlarda mushu tinjom pung bo'lib qolsa, findiyan berib bo'lgandan keyin tinjom pungni 1-2 qatam berib yetib, o'zimizning sanfin va yoki finbinlarimizda kirimizni tinjom qilsak bo'ldi. Andan sho'ron bilan ichidagi mushiranda yo'g'on cho'tkalarda mushu yuzimizning sho'ron qildigan yerlarni sho'ron qilsak bo'ldi qizlar. Masalan, yuz terim va kangirti degan qizlar mushunda holatda ikki tarafni ichiga sho'q holatda yuzimizni sho'ron qilib olamiz. Mushu qosh cho'tkasida qishimizning ustidagi findiyaning yuqini bir qatam sho'l qilayotgandan keyin rameykollarimizni berib olamiz qizlar. Rameyko bergan vaqtda mushu rameykoning ustida qartib bersanglar bir xil yeshilmay holatni chiqara olasizlar. Anadan keyin qosh qalamda mush qishimizning quyruqlarini kamyalarni sizib chiqarib olsak bo'ldi. O'xshashlar sho'ron bilan ichidagi mushirani elib sho'ron shozda mush burnimizning ikki tarafiga qishimizning ost tarafidan mush past taraf qarab sizib olamiz qizlar. Anki mush burnolarning shakli bo'yicha sho'roni sizib chiqarib olsak bo'ldi. Burnolarning uchun sizga vaqtlar menga o'xshash burnolar yo'g'on qizlar qilib qolsangiz burnolarning uchun tuz sizib qilib ikki tarafni ikki tarafga sho'q qilgan holatda sho'ronlarni qilib olsanglar bo'ldi. Anki mush sho'ron bilan ichidagi oq rangda peshonimiz, mush burnimizning uchi, usti, ko'zimizning oldi degandek yerlarni tilan qilib olamiz. Bugungi ko'z kirimga qizlarmish yeng pandan sirtqi mushunga o'xshash karta bo'lib qolsa, o'zimizning qopog'ining quyruq tarafga qo'yib, anadan keyin mush ko'z kirimini qilib olsak bo'ldi. Eng avval sus rangni elib, qopog'imizning ham yeriga yetib berib olgandan keyin, undan sal qiyinroq seriq rangni elib, yana bir qaytim kangri holatga yetib berib olamiz. Ankin mushunga o'xshash qizilga mayliroq rangni elib, yetgan holatda berib olgandan keyin, ichidagi hammadan qiyinroq kafesi rangni quyruq tarafidan oldi taraf qarab yetib olamiz. Andan keyin undan qiyinroq kafesi rang bo'lib qolsa, ashrangni quyruq tarafdan yenshin sizgan holatga o'xshash qilgan holatda mushu cho'tkada yurang qilib berib olamiz. Andan keyin mavu kavgan pashpatga dokunimda baqizlar men maqtab bamidim sizlar apamidinglar. Mavu kavganni mushu qopog'imizning oldi tarafga berib olamiz. Qishimizning osti tarafga mu berib olsak shunchalik payiz chiqdi. Undan o'xshashlar yana bir tal yangi shoz bo'lib qolsa, o'zimizning votansini mushu seriq rangni berib o'tgandan keyin kafesi rangda sharjini sizib chiqarib olamiz. Sharji sizga vaqtinglarda o'ttirdan bir siziq sizib anki ikki tarafga yetgan holatda sharjini sizib chiqarib olsanglar bo'ldi. Bu sharji sizga vaqtinglarda cho'tkanlar qancha inchki bo'lsa qilgan kirmanglarmi shuncha nozik kambek pakiz chiqdi. Andan keyin o'zimizning votalarni sizib qilgandan keyin votaning ostini bir qor tilan qilib yetimiz bu senzang bo'lib qoldi. Andan keyin votaning ustini ham sho'ron bilan ichidagi oq rangda bir qatim tilan qilayotgandan keyin kavgonni votaning ustiga bir qatim berib olamiz. Ankin qo'llanlarda mushunga o'xshash yenshin javobi va yoki qosh qalam bo'lib qolsa o'zimizning ne yenshinlarni sizib olamiz. Andan mushu jimojara o'zimizning kirpikni egib, quloqlarimizni bir qatim tadi qilib o'tgandan keyin bugun mushu xil kirpikni chaplaymiz qizlar. Mau kirpik pashpatga dokunimda eng oldiga 14 ni chapildim. Andan keyin orqa tarafga 3 tal 16 ni chapildim. Shunday holatda o'zimizning kirpikning ostiga chapilib olgan bo'lsanglar payiz chiqadi qizlar. Andan keyin o'zimizning osti kirpikni shunday holatda bir taldan sizgan sharjining ustiga tekshi qilib chapilib olamiz. Anki yenshanbida o'zimizning yenjonlarni chiqarib olgandan keyin yenjonmish ostidagi sharjiga azroq ulib olsanglar tegim payiz chiqdi. Anki o'zinglarning mushu qopog'ining quyruq tarafidan yenshanlarimizni sizib chiqarib olgandan keyin mushu sayxonni ikki anglimizga, burnimizning uchiga, enkimizga deganda yerlarga berib olgandan keyin anki mushu bilan ichidagi oq rangda yuzimizning tilan qilgan yerlarni bir aqor tilan qilib olamiz. Kirim qilgan vaqtlarda tilan qilishni qat'iy unutib qolmanglar. Bu kirmanglar. Pakiz ham chiroyli nurliq chiqmaydi. Andan keyin qavganda burnimizning uchi, usti, ko'zimizning oldi, mush ikki anglimiz degandek yerlarni qavganda berib tilan qilib olamiz. Eng oxirida cho'nshanbida eg'zimizning shaklini sizib, qo'limizda bir aqor yurang qilib o'tgandan keyin mush kirimizga tushadigan lo'si rangli ko'xin bo'lib qolsa, eg'zimizga berib qo'limizda yetib, eng oxirida cho'ng yo'lni berib olsak, bugungi fikrimiz oxirlashdi qizlar. Amsi yoqtirgan qizlar meni qo'shilish unutib qolmanglar. Xayr xo'sh. Everybody is tripping on me. Oh, Lord, come help me, please. I did so